Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, bo'lajak AI dasturchilar. Va nihoyat bugun birinchi loyihamizni ko'rib chiqamiz. Birinchi loyihamiz biz topayotgan daromadlarimiz, sarflayotgan xarajatlarimiz va kelgusi maqsadlarimiz uchun yig'ib qo'yishimiz zarur bo'lgan zaxiralar hisobini yuritishga mo'ljallangan web ilova ishlab chiqish. Bu web ilovamiz hech qanday serverlarsiz, internetsiz, ma'lumotlar bazasisiz, shunchaki brauzerda, web brauzerda, kompyuterimizda offline rejimda ishlaydigan ilova bo'ladi. Ilovamizning hech qanday serverlarga yoki ma'lumotlar bazasiga bog'liq emasligi uni ishlab chiqish va undan foydalanish jarayonlarini birmuncha osonlashtiradi. Kelgusida qadam-qadam o'sha web ilovalarni serverlar bilan onlayn rejimda ishlaydigan qilib, ma'lumotlar bazasiga bog'lanadigan qilib ishlab chiqish jarayonlarini ham qo'shimcha ravishda dasturiy ta'minot arxitekturalarining loyihalanishini ham bosqichma-bosqich ko'rib chiqaveramiz. Hozir esa dasturni ishlab chiqish jarayoniga kirishamiz. Boshladik. Loyihani qurish uchun avval yangi chat ochamiz va unga quyidagi jumlalar yozamiz. Salom, sen 20 yillik tajribaga ega master darajali dasturchisan. Sen men aytgan ilovalarni qurishda menga yordam berishingni istayman deb yozib yubordik. Undan keyin salom, men haqiqatan shunaqa dasturchiman. Qanaqa yordam qilmoqchisiz? Menga ayting degan ma'noda javob qaytardi. Keyin men aytdimki, men bir web ilova qurmoq loyihalamoqchiman. Bu loyiha xarajatlar hisob-kitobini yuritish, rejalashtirish kabi masalalarga mo'ljallangan, ya'ni serverlarsiz ishlaydi, ma'lumotlar bazasiz ishlashi, unga foydalanuvchi daromadini kiritishi, xarajatini kiritishi, keyingi maqsadlarni kiritib, qanchadan xarajat ketishini demak hisoblab beradigan dastur tuzish kerakligi batafsil yozilgan. Videoda sizlar batafsil pauza qilib o'qib olishlaringiz mumkin. Vaqtni qisqaroq qilib men to'liq o'qib bermayapman. Xarajatlar turlari barcha narsa tanlangandan keyin doimiy ravishda faylga saqlab boradi. Ya'ni qancha xarajat bo'ldi, qancha daromad bo'ldi, keyin qancha maqsadlar uchun xarajatlar kerak bo'ladi, hisobni yuritib borish uchun mo'ljallangan offline rejimda ishlaydigan web ilova bo'ladi dasturimiz. Bundan tashqari u yerda yana yozyapmizki, shuningdek ilovada kalendar orqali ham qilinadigan xarajatlar sanalari kiritib qo'yilishi mumkin deyilyapti. Ya'ni ilovani qanaqa xohlasangiz, nimalar bo'lishini o'sha xohish istaklaringizni barchasini yozishingiz kerak bo'ladi. Yana oxirida aytib qo'yapmizki, ushbu ilova haqida mening g'oyalarim mana shulardan iborat. Senda yana qandaydir to'ldiradigan yoki takliflaring bo'lsa, menga ayt degan yozuvlarni yozib qo'yapmiz. Sababi bu master darajali dasturchi deb aytdik va o'sha miqyosdagi fikrlar asosida u yana o'zidagi bazalar bo'yicha yana to'ldirib, tavsiyalarni, takliflari bilan bizga chiqadi. Cloud'ning o'zi yana qo'shimcha. Mana shu yozuvni yozib qo'yish kerak. Iloji bo'lsa yana menda qanaqadir savollaring bo'lsa, so'rashing mumkin deb ham yozib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Ish davomida so'rab ketaveradi, tavakkal qilmasdan. Cloud o'zi mustaqil yana o'rganib chiqib, mening talablarimni o'rganib chiqib, yana menga tavsiyalar, takliflar ishlab chiqdi barcha kategoriyalar bo'yicha va men unga yozyapman endi. Barcha taklif va tavsiyalaring o'rinli, ma'lumotlar doimiy saqlanishi uchun ularni local storage'da saqlashni tanlaymiz. Ya'ni kompyuterning o'zida ilova arxitekturasini qur, hozircha faqat shu ishni qil deb yozib qo'yapmiz. Ish davomida qanday savollaring bo'lsa, mendan so'ra deyapmiz. Hozircha faqat shu ishni qil degani bu arxitekturani qurib bo'lgandan keyin dastur qurishga o'tib ketmaydi. Birinchi arxitektura bilan tanishib chiqamiz, ko'rib olamiz, ma'qul bo'lsa, undan keyin ishlab chiqishga buyruq beramiz. O'zi umuman olganda ishlab chiqishga buyruqni nimada beramiz? Cloud kodda beramiz. Mana arxitektura ham ishlab chiqildi. Bu sodda arxitektura, ya'ni foydalanuvchi interfeysi, hisob-kitob joyi, ma'lumotlar saqlanadigan joyi, fayllar sistemasi bizga ko'rsatib berilyapti. Keyin mana chap tomonda savollar so'ralyapti. Ya'ni qanday ochiladi? Faylni 2 marta bosish orqali ochish buyrug'ini tanlaymiz. Ya'ni o'sha index, ya'ni web brauzerni ochadigan faylni 2 marta bosganda ochsin. Va unga to'xtatyapmiz ishni. Ya'ni men bu ishni Cloud kodda qilmoqchiman. Cloud kod agentida. Shu Cloud kod uchun menga arxitektura fayllarni, ko'rsatma materiallarni yaratib ber, men uni Cloud kodga berayin degan ma'noda prompt yozdim. Ana endi o'sha
cloud kod uchun materiallar ishlab chiqishni boshladi. Mana arxitektura cloudiga beriladigan buyruq kodi va kickoff prompt nimalari, fayllar yaratildi. Ular o'sha qaysi cloud kodni ish jarayonlarini tashkil etish, unga arxitekturani ko'rsatish, qayerda to'xtab qolgan bo'lsa, o'sha yerdan keyin davom ettirish kabi jarayonlarni boshqaradigan fayllar hisoblanadi. Bu fayllarni nusxalab olamizda nimaga joylashtiramiz? Alohida bitta loyiha papka ochib, o'sha papkani ichiga fayllarni tashlab qo'yamiz. Keyinchalik mana shu papkani cloud kodda loyiha papkasi qilib belgilab olamiz va u yerdan fayllarni cloud kod avtomatik o'zi o'qib oladi. Buyruqni nusxalab oldik, cloud kodga beriladigan ko'rsatma matnini va men yuqoridagi qismdan kod qismiga, ana shu cloud kod qismiga o'tib, loyiha papkasini belgilab olamiz. Loyiha papka boya yaratgan papkamiz. Uni belgilab tanlab olganimizdan keyin pastdagi buyruq maydoniga nusxalab olgan prompt matnimizni kiritib enter tugmasini bosamiz. Cloud darhol ishga tushib ketadi. Jarayonlarni, ya'ni arxitekturani o'rganib, buyruqlarni tahlil qiladi, dasturiy loyihani qurishga kirishib ketadi. Orada mana shunaqa ya'ni fayl papkalariga ruxsat berish, fayllarni yaratish, ruxsat berish to'g'risida so'raydi, ishlov berish bo'yicha. Ruxsat berishni bosib ketaveramiz. Har doimgi ruxsat berish bor, bir martalik ruxsat berish bor. O'shani mosini tanlab ketaveramiz. Ctrl Enter tugmalari bilan bossak ham bo'ladi yoki chiqincha bilan bossak ham bo'ladi. Qanaqa necha marta chiqsa ham mana shu joyga ruxsat berib ketaveramiz. Har bir yaratilayotgan papka uchun bitta so'rab chiqadi. Dasturimizni dastlabki holat bo'yicha tayyor deb aytayapti. Faylimizni, loyihamizni ochib ko'ramiz. Mana loyihamiz ochildi. Hozirgi holatda bu faqat interfeys yaratilibdi, ya'ni kodli qismlari, ya'ni ishlaydigan qismlari yaratilmagan. Bu menyular bosh menyudagi tugmalar ishlaganda ishlaydi. Hozircha shunchaki interfeysga o'xshab web sahifa yaratilgan xolos. Bularda hozircha skriptlar ishlamayapti. Shuning uchun buni cloudga qaytadan aytamiz. Ya'ni foydalanuvchi interfeysidagi tugmalar ishlamayapti deb yozib yubordik. Endi bu ko'rib chiqyapti kamchiliklarni. Bir narsani so'rayapti, ya'ni qanaqa ishlayapti dastur, keyingi bosqichga o'tyaptimi, bossa yoki hech ishlamayaptimi, sahifa bo'sh turibdimi, shunaqangi savollar. Biz bu yerda umuman hech narsa ko'rsatmayapti, o'zgarmayapti degan joyini bosishimiz kerak. Lekin xato tomonidan ham ko'raylikchi, qanaqa ko'rish, ya'ni hammasi ishlayapti, ochyapti. Shunaqa degandik, hech qanaqa o'zgarish kiritmadi. Keyin qaytadan interfeysdan, foydalanuvchi interfeysdan screenshot olib, mana shu screenshotda hech narsa ishlamayapti degan yozuvni qaytadan yozib yubordik. Endi yana ko'rib chiqadi o'zi skriptlarni yozib. Endi yana loyihani ishlatib ko'ramiz. Mana bizga tayyorlab berdi, tugmalar ishlayapti, kategoriyalar hammasi xarajatlar turlari bilan, kategoriyalar bilan qo'shilgan. Masalan, xarajat kirityapmiz, transport kategoriyasi, avtobusga narxi qancha, keyin oziq-ovqat uchun xarajatlar mana shunday qo'shib ketaverish mumkin. Daromad, qancha daromad oldik, sana qaysi sanada oldik, shularni kiritamiz, keyin kategoriyalarni kiritib, o'zgartirib qo'shishimiz mumkin. Bundan tashqari kalendar bo'yicha ham muddatli to'lovlarni rejalashtirib kiritib qo'yishimiz mumkin. Kategoriyalarni qo'shish, o'chirish imkoniyatlari bor. Bu yerda qanaqa xarajatlar qilishimiz kategoriyalashtirib qo'yilgan. Maqsadlar, yangi maqsad yaratib, maqsad ya'ni qanaqadir xarajat qilishimiz kerak, qachondir, nimagadir. O'shani ham qo'shib qo'yib, jamlasak oxirida ko'rsatadi. Ya'ni qancha byudjetimiz bor, qancha xarajat qildik, qancha maqsad bor, qachonga belgilangan. Mana shu
bizga ma'lumotlarni yuritadi. Bu miyada saqlab, o'ylab, miyani charchatib yurgandan mana shunaqa ilova qilib qo'ysangiz, osongina ishlaysiz. Mana arxivlab qo'yilishi ham mumkin fayllar, yorug', oq rejim, yorug', qorong'i rejim qilish mumkin foydalanuvchi interfeysini. Shu bilan loyihamiz tayyor bo'ldi. Bemalol ishlatib ko'rishimiz mumkin o'zimiz kompyuterimizda. Siz ham yaratib ko'rishingiz mumkin. Shunday qilib birinchi ilovamiz muvaffaqiyatli ishlab chiqildi. Keyingi loyihamizda xuddi shu ilovani Telegram bot ko'rinishida, onlayn rejimda, oilaviy foydalaniladigan ko'rinishda ishlab chiqishga harakat qilamiz. Kuzatib boring, salomat bo'ling.